Keyingi 5 yilda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha qurilayotgan binolarni sifati, umuman aholini turmush sharoitiga nisbatan juda katta o'sish kutilyapti. Bu bilan birga raqobat ham ko'payadi. Sifatga bo'lgan talab yanada oshadi. Hozirgi kunda Xitoy mana shu qurilish sohasini rivojlanish tarixini olib qaraydigan bo'lsam, 4 ta etapni bosib o'tgan. O'zbekiston hozirgi kunda 2-etapni bosib o'tyapti. O'ylaymanki, biz ham mana shu qurilish rivojlanishini yana 2 etapini bosib o'tamiz. Bu degani biz quruvchilar uchun bozorda hali imkoniyatlar bor. Qolaversa mijozlarimiz uchun ham yangicha yondashuv, yangicha o'sha takliflar beriladi. Faqat biz ko'proq o'sha me'morchilik sohasida ana shu chet el tajribasini olib kirishi, chet el tajribasini o'rganib, qanaqadir yana ham masalan o'sha uyni sifatli qilamiz, lekin uyimizni qanaqadir tan narxida ham ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni mijozlarga biz juda ham katta narx oshira olmasdan, lekin undan ko'ra hozirgi kundan ko'ra yaxshiroq sifatli uy berishga harakatlan qilishimiz kerak.